Liu Bei'ninki ahırda utuq qazanıp padişah aylanışıda. Yana bir çoğun sebep. Zat neymi? Şu padişahlıqni ko'rgan do'stlar, bilimiz Liu Bei quruq qo'l alatini egilik tiklab, ahırda bek bo'lib, padişah bo'lib, nihoyatda cho'ng bir utuq qazangan kishi. Endi Liu Bei'ninki mushundaq bir utuq qazanishda buninki chidamchanlik ro'yi. Ya'ni eng oxirgi manfaat uchun oldidagi ba'zi bir ushshaq tushak, o'zini bearam qiladigan, o'zini azoblaydigan nurg'un ishlarga chiday olganligida. Liu Bei'ning hayotiga qaraydigan bo'lsak, bu hayotida mag'lub bo'lgan janglar ajoyib jiq. Bu uchirgan nohaqchiliklar, til ochiqlar nihoyat jiq. Til ahonatlarda bu nihoyat qiyin ahvol qolgan vaqtda boshqalar buni qiynagan vaqtda bu chidab o'tib ketadi. Ishchi yutib yutadi. Agar shu vaqtlarda bu hayajonlanib, qaramliq qilib qo'ygan bo'lsa, balkim shu yerda hayotidan ayrilish mumkin. Demak, biz buni nima deymiz desa, beshini ichi tiqib oladigan vaqtda tiqib oladigan, chiqadigan vaqtda chiqara oladigan odam deymiz. Bundaq odamlar dal toshbaqaga o'xshaydi. Ham toshbaqa nimishqa uzun umr ko'ra oladi degan vaqtda, u xatarga yo'liqqan vaqtda beshini ichi tiqib oldi. Normal ahvolda beshini chiqirdi. Liu Bei dal mushuningga o'xshash holatda hayot kechirgan. Shunga eng oxirida bu g'alaba qila olgan. Liu Bei'ninki ajdodi bo'lgan Liu Bangninki qo'l ostida ishlaydigan Xanshin deydigan kishimi ayni vaqtda cho'ng song'un bo'lmas vaqtida boshqalarninki chatriqidan o'tib ketadi. Nimishqa? Agar shuning chatriqidan o'tmasa, u shu vaqtda nihoyat qiyin ahvol qoladigan, hatto hayotidan ayriladigan holatga kelib qolgan. Shung amalning yo'qidan eng oxirgi o'zininki song'un bo'lish orzusini amalga oshirish uchun vaqtliq qiyinchilik hisobda shu xo'rliq chidab boshqalarning chatriqidan o'tadi. Eng oxirida u cho'ng bir song'un aylangan vaqtda yana uni izlab kelib o'zininki intiqomini oladi. Demak, cho'ng ishni qilaman deydigan odamlarning hammasi demak kichik ishlar uchun bak bearam bo'lib ketmaydi. Eng muhimi kichik ishlarni, kichik qiyinchiliklarni, o'ziga bo'lgan shu haqoratlarni qabul qiladi, yutib yetadi ham o'zining nishoniga yetish uchun u narsaninki ta'siriga uchramaganligi uchun demak oxirida g'alaba qila oladi. Shunga bizmi kichik qiyinchilik, kichik hayajonlanadigan ishlar, bizningki ancha-muncha g'ururimizga tegadigan ishlarni deb hayajonlanib ketsak, ularni darhol hal qilib etishni o'ylab ketsak, bizningki eng muhim bo'lgan, yetmoqchi bo'lgan cho'ng orzuyimiz qilib qoladi. Demak, biz shu izda to'xtab qolishimiz, hatto chekinib ketishimiz mumkin. Agar uch padishahlikqa oid, korxonchilikqa, tijoratga, egilik tiklashga oid texmi ko'p mazmunlarni olmoqchi bo'lsangiz, ayrimxonaga uchur qiling. Biz 15-yilda naq maydon dars olib boramiz. Shu uch padishahlikdagi mazmunlar so'zlandi, g'arb sayohatdagi boshqarish tadbirlari so'zlandi. Mushu mazmunlarni anglab olasizlar.